Assalamu alaykum hörmətli savaqdaşlar. Tayyibə dərsxanamıza xoş gəldinizlər. Biz bugün fiqh dərsimizin 15-ci dərsini oxuyumuz. Biz ilgirki saatlik dərslərimizdə namazın şərtlərini oxuyatqan idik. Yəni biz namazın birinci şərti bolğan taharət haqqında toxtaldıq və taharətin ikiga bölündiganlığı və taharətlə əlaqədar bolğan nicasət və məsih qilish, tayammum qilishga oxşaş taharətlə əlaqədar, yəni namazın birinci şərtiga əlaqədar hökmlərini oxuduq. Ondan keyin biz namozningki ikkinchi sharti bo'lgan duxulul vaqti, vaqtning kirishini o'rgandik. Hamda biz bugun namozning 3-sharti bo'lgan sitrul avra, ya'ni avratni yepish haqida to'xtalamiz. Ya'ni bir odamningki namoz o'qigan vaqtida nadan nag'icha yepishi shart. Erlarning o'lchami qaysi, ayollarning o'lchami qaysi? Qanchalik miqdorda eshib qolsa namoz buziladi, bu haqida to'xtalamiz. Unda olsa biz dersimizi başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Eş-şertu thalith, 3. şerti sitrul avra, avratni yepish. Endi avrat degan nadin nag'ichilik. Bu erning va ayolning o'xshamaydi. Avratur rajul, er kishining avrati. Bu yerdagi biz demakchi bo'lgan avrat namoz o'qigan vaqtdagi eng aqalliy o'lchamni ko'rsatyapmiz. Er kishining avrati hiya ma tahta surratihi ila ma tahta rukbatihi. O kendikining ostindan boshlab tizning ostigachilik. Farrukbatu minal fakhdi. Tizmo yotug'i tava, omo avratga tava. Ya'ni er kishining avrati kendikining ostindan boshlab tizning ostigachilik. Tizmo avratga tava. Namoz o'qigan vaqtda eng aqlli o'lchamda shunchalik yapqan bo'lish kerak. Ammo tizni o'gaydigan, kendikini o'gaydigan bir kusarli namoz o'qigan bo'lsa-chi, oda topadi, ammo makruh. Undan boshqa kim olmay qolib qolsa, makruh emas. Ikkinchisi ham ayol kishining va xunsaninki avratining o'lchami. Nadan nag'ichilik degan vaqtimizda Cemi'u bedeniha hatta şa'rihan nazil. Ayol kishining bütün bedeni avrat. Hatta tushgan, ya'ni sangiltib qo'yib bergan chechimi avrat. Ma'adal vajh val kaffayn. Ikki qo'li va yuzdan boshqa. Ikki qo'li va yuzi avrat emas, undan boshqa bütün bedeni nima avrat. Val qadamayn zohiruhuma va batinuhuma. Va ikki qadamichi ostini va dumbisi, qo'lning olqini va dumbisi avrat emas. Mau qadamanda, ya'ni ayol kishining qadami avratmi, avrat emasmi deganda, buningda ayol kishining qadami namozda avrat emas. Ammo qarashda avrat. Ayol kishining qadami namozda avrat emas, ammo qarashda avrat. Ammo ayol kishining yuzi bilan qo'li avrat emas. Was-sawt 'ala ar-rajih laysa bi'awra. Ovozi kuchli ko'z qarashga asosan avrat emas. Ammo ayol kishiningki nazlangan, larzan, erlarni jalb qiladigan ovozi avrat. Ammo ayol kishi namoz o'qigan vaqtda nadan nag'icha yepish kerak? Ikki olqini, yuzi va ikki qadamidan boshqa hamma yerni yepish kerak. Endi keldik, endi bu avratlardan qanchalik eshilib qolsa namoz buziladi degan vaqtimizda yo'gashga tegishlik a'zolar ichidan qasddan bo'lsin, sahvan bo'lsin, bir ruknini ado qilib qo'yg'uchilik 4ning biri yoki undan ortiq uchib qolgan bo'lsa, namoz buziladi. Mayli sahvan bo'lsin, mayli qasddan bo'lsin, bir ruknini ado qilib qo'yg'uchilik doim uchib qolgan bo'lsa, namoz buziladi. Masalan, bir odam shundaq sajdaga bordi, sajda qilgan vaqtda uning dumbisi kendikininki osti, ya'ni 4ning biri qanday qilib qoldi? Shu avrat deb belgilangan o'rinning 4ning biriga yetgudak o'rin o'chib qolgan bo'lsa, ta sajdadan qo'pab bo'lg'uchilik namoz buziladi. Ammo shundaq ichilib yepilib, ya'ni bir rukni tugamagan miqdorda ichilib yepilib qolgan bo'lsa, buning namoz buzilmaydi. Endi oxirida kun berilgan, buni ko'rsanglar, sizlar texnik tushunasizlar. Masalan, Zaydun solla bi thawbin raqiq bihayth yatabayyanu lawnul bashra deydi. Zayd nayt nefis kiyim kiyib namoz o'qidi. Uning
kiyimining orasidan tirisining rangi ko'rinib qoladigan darajada. Namozni to'g'ri bo'ladi, bo'lmamdi. Tirining rangi ko'rinib qoladigan darajada, ya'ni badanlarning butun tirisining rangi ko'rinib qoldi. Namozni ado topamdi, tamamdi. Buni sizlar ishlaysizlar. Bir ayol kishi bunday deb so'raydi: "Sallaytu va ana kashifa wajhi va qadami, fa hal salati sahiha?" Men yuzimni va putamni, ya'ni putam degani nima? O'shiqdan tuyan pochaqni ko'rsatdi. Shu pochaqamni uch qo'yib namoz o'qidim, namozim to'g'rimi deydi. Buni sizlar ishlaysizlar. Salla shaxsun bilibsin va rakbatayhi makshufa. Bir odam bir kiyim bilan namoz o'qidi, uning tizi uchuq. Va yana biri yo'tisi uchuq holatda namoz o'qidi. Buning namozi to'g'rimi, xato? Endi bir odamningki kiyimi bor, avratini yapqanda kiyimi bor, ammo bu kiyim nejis. U nejisni yo'qotgudek sumi yo'q. O nejis kiyimdan boshqa kiyim yo'q. Qanday qiladi? Buni bayt dars deyilmagach hozir depray, shu nejis kiyim bilan qanday qiladi? Namoz o'qiydi. Agar bir odamning hech qanday kiyim bo'lmasa, avratini yapqudek hech qanday kiyim bo'lmasa qanday qiladi namozni? O'qandi, o'qimamdi? O'qiydi, o'ltirib ishorat bilan o'qiydi. Agar imom bo'lsa, oldiga chiqmay, tuz turib, jamoat bilan bir safda turib o'qiydi. Endi bizning bugungi darsimizdagi ikkinchi mazmun namozning 4-chi sharti, istiqbolul qibla, qiblaga qarash. Qiblaga qarashmi namozningki bir sharti. Endi qiblaga qanday qaraymiz? Masalan, biz qiblani mushaydan qiblaga qarasak, udul baramda bizning qaraganimiz qiblaga degan vaqtimizda, undaq emas. Shunga qiblaga qaragan vaqtimizda al-qaribu minal Ka'ba, Ka'baga yaqin odam, ya'ni Ka'bani ko'rib turadigan, Ka'baning atrofidagi odam aynul Ka'ba, Ka'baning o'ziga qaraydi. Ka'baning o'ziga qaraydi. Ammo yiroqdiki jihatul Ka'ba, Ka'ba tarafga qaraydi. Masalan, biz Ka'baning o'ziga siziq sızsaq, udul qarayolmaymiz. Ha, qancha inchki qilsaqmi, ozroq maymoq kelsa, orliqi musof yiroq bo'lg'achqa bu maymoqlik kengayib ketadi. Unda bo'lsa biz namoz qanday bo'ldi? Shuning uchun Alloh taolo Qur'on Karimda qibla tarafga qaranglar, Ka'ba tarafga qaranglar degan. Shunga yiroqdagi odam Ka'baning o'ziga emas, Ka'ba tarafga qaraydi. Endi Ka'baga qaramay namoz o'qisimi bo'ladigan istisnoi ahvollar bormi desa, albatta bor. Masalan, istisnoi ahvollarning birinchisi al-ajiz, ig'ir kasal, karvatda yetib qolgan. Qiblaga qarash emas, o'rnidan o'ltirolmaydi. Yoki o'ltsimi yurisholmaydi. Bundaq odamningki qiblaga qarashi shart emas, buningdan soqit bo'ladi. Qaysi taraf qarab o'qisa bo'ladi? Mayli farz bo'lsin, mayli qanday namoz bo'lsin, bu ojiz. Shiddatul xavf turmida. Agar shundoq ingiminga qarag'anni ko'rib qolsa, urudi, qiynaydi. Bundaq ahvoldami, bundan qiblaga qarash soqit bo'ladi. O'zi qaysi taraf qarab o'qiy olsa, shu taraf qarab o'qiydi. Ondan keyin uchinchisi, nafl namoz o'quvchi qiblaga qaramasimi bo'ladi. Qanday namozda? Nafl namoz o'qigan vaqtida va sunnat namoz o'qigan vaqtida. Ya'ni farzdan boshqa, vojibdan boshqa namozlarni o'qigan vaqtida. Buning sharti bor. Birinchidan musofir bo'lish kerak. Ya'ni muqim turgan odam unda o'qisa bo'lmaydi. Ikkinchidan uloqning ustida bo'lish kerak. Uloqning ustida. Musofir ama yerga tushib, ning qarab o'qisa bo'ladigan ish yo'q. Uloqning ustida mingyotidi, mashina mingyotidi, oyib bilan uchyotidi. Bunda holatda bu odam farzni emas, vojib emas, sunnat namozlarni yoki o'zi nafl namozlarni o'qiy oladi. Tunji qatim boshlagan vaqtda qiblaga qarash shart emas. Bizning Hanafi mazhabda bu shart emas. Beshinchi sharti, ya'ni namozning hamda 5-sharti keldik, niyat. Niyat qilish. Niyat qilish degani nima desam, maqsad qilish. Masalan, bir odam bir badan mashq qilay deb namoz o'qiganga o'xshash takbirdan tortib butun harakatlarni qildi. Keyin turib, o peshimning namozda vaqtida qildim bu ishni. Undan peshimga hisob bo'lsin, desa hisob bo'ladi, bo'lmaydi, hisob bo'lmaydi. Chunki unda niyat yo'q. Gar shu namozda qilgan ishlarning hammani, namoz deydigan tasbihlarning hammani degan bo'lsin. Yoki bir odam kiplam, tarat oldi, kallasida boshqa ish yo'q. Kiplamni Allohu akbar deb namoz o'qidi.
Bamdat namazga niyat qılınımı, peşimmi, əsrmi, xiyali yo'q. Bunun namazı davom olmaydi. Nimishqa niyat yo'q. Namazning ichiga kirib bulab his qildi. Uning uchun niyat qilsa hesab emas. Chunki shart degan narsa bo'lishi kerak, namozning sirida bo'lishi kerak. Namozdan ilgari qandoq namoz o'qiydiganligini niyat qilib kirish kerak. Endi niyat degan nima desanglar, niyat deganimiz azmul qalbi ala fi'lil ibada taqarruban ilallohi taala. Bu qalbninki Allohga yaqinlash uchun ibodat qilishga iroda bog'lashi. Onun hükmü nima desak, onun hükmü şartun fi sihhatis salat. Namazning to'g'ri bo'lishida shart. Endi niyatning shartlari bor qaranglar. Qanday desang, islom, ya'ni musulmon bo'lish kerak. Albatta bu namozga shart bo'lgandan keyin buningmi shart. Temiz, sabiy odamning, sabiy bolaning, masalan 5 yosh, 6 yoshdan tuvan, 6 yoshdan tuvan, ba'zi bolalar 7 yosh, ko'p hollarda 7 yosh 7 yoshdan tuvan bunda oqqarni paqatmaydigan bundaq bolalarninki har qancha niyat qilsa-mu odat topmaydi. Ondan keyin niyat qilgan narsani bilish kerak. Bir odam keldi namoz o'qishni niyat qildi. Imom namoz o'qilgandan keyin namoz o'qishni niyat qildi. Lekin nimaga niyat qilganini bilmaydi. Asrmi, peshimmi, ya'ni hisob emas. Ondan keyin ittisol bis salat bila fasl la yaliq. Loyiq olmaydigan fasilsiz shaklda namozga ulashgan bo'lish kerak. Ya'ni namoz o'qay deb jamozning ustiga keldi, undan keyin olmayapti, suv ichyapti. Undan keyin shu bayatni qilib qo'ygan niyat bilan namoz o'qidi. Bu yana bo'lmaydi. Nimishqa bu yerda ittisol yo'q. Niyat bilan namozning o'qishida ittisol yo'q. La yaliq deganimiz shu namozga aloqasiz bo'lgan. Ammo bir odam namoz o'qay deb qo'lga cho'gini olib tahorat oldi. Undan keyin namozga shu peshin namoz o'qay deb tahorat oldi, ammo namozning qashiga kelgan vaqtda, ya'ni jamozning ustiga chiqqan vaqtida uni niyat qilmaylam Allohu akbar degan bo'lsa, bu hisob. Nimishqa bu yerga fasil tushgan bo'lsa-mu, bu yerdagi fasil la yaliq emas. Ya'ni namozga loyiq bo'lgan fasil. Tahorat olish masalan. Yoki kiyim maynatgan, men peshin namoz o'qay deb qarasam, kiyim maynat. Kiyimni almashtirib qo'y deb kiyimni almashtirdim, undan keyin men xiyoliy holda namozga kirgan bo'lsam, men bayatni qilgan niyatim hisob bo'ladi. Bu kiyim almashtirishimmi nijosat bo'lganligi uchun bu namozga yaliq, ya'ni loyiq keladigan bir fasl bo'lg'achqa bu ta'sir qilmaydi. Hamda niyatning o'rnidan bo'ladi. Bu bizning millatni salon qilgan, hatto ikkiga bo'lgan masalalarning biri. Xuddi buning ixtilof yo'qligidek. Masalan, niyat nerda bo'ldi? Bil ittifoq holatda niyat qalbda bo'ladi. Shunaqa, buning ixtilof yo'q. Ammo ig'izda desak bo'lamdi, bo'lmamdi. Ya'ni ig'izda deyish qalbga yordamchi bo'lib, buningda masala bormi yo'qmi degan vaqtimizda asli mazhab olimlar o'rtasida buningda cho'ng ixtilof yo'q. Hanbali, Shofiy, Hanafi mazhabda mustahab tildi deyish qalbda bo'ladi albatta. Shuning bilan birga tildimi o'tarman namoz deb bizning burunqi odatimiz bo'yicha tildi deyish mustahab. 3 mazhabda mustahab. Hozirgi zamon chiqqan Usaymin va ondan boshqa olimlar tildi deyish to'g'ri emas yoki ba'zisi bid'at deb qaraydi. Tamam, ularmi mujtahid, ularning ijtihodi. 3 imommi umi ijtihod qildi. Bu ixtilof masala bor desak bo'ladi endi. Ilgirki olimlarning masalan Ibn Qayyim, Ibn Taymiyalami degan. Ammo 3 mazhab imomlari buni mustahab degan. Bunda bo'lgan ekan, bu masalada ixtilofiy masala bo'ldi. Ixtilofiy masalada xoligan odam xolgani tutsa bo'ldi. Hech kimning xato deyish huquqi bo'lmaydi. Bir odam ig'izni yetib namoz o'qigan bo'lsa-mu, to'g'ri bo'ladi. Chunki u bir mazhab imomiga taqlid qildi. Bularmi dalilga tayangan? Har ikkisining dalili bor. Shunga bu jidalashadigan masala emas. Shunga bizning Hanafi mazhabda yastahabbu talaffuz biha. Ig'iz talaffuz qilish mustahab. Unda bo'lsa vaqtdoshlar, bizning bugungi darsimiz mush yerda oxirlashdi. Oxirgi kuni kun berilgan. Buni sizlar ishlaysizlar. Kelarki soatlik darsimizni ko'rishaylik. Assalomu alaykum. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور.